Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi videom Urganch shahri Polon do'kon yonida ajab yangi qurilgan binomiz ikkinchi qatida hamma sharoitiga ega ajoyib feyzli barakali ikki xona kartani sotib chiqdi. Bu Polon do'konining yo'li hamma bilan man servis hozirgi kunda Berlinda Kamush Gamburgni nomida binosi desang bor. Euro House qurgan. Quyqu 103 obunachilar. Xiva qo'shga bir mijozlarimiz yine tekliflar uchun parkovkalari Binamiz birinchi qavatda natural qoni kvartiradan iborat. 7 qavat pash 8 qavatdan tashkil etgan, doğrusu 9 qavat ekan. Shu ikkinchi qavatdan joylashgan ekan. Xullas, ajoyib narxda qo'yiladi. Hamma sharoitga to'g'ri arendator qo'ysangiz ham ili yashasam ham bo'ladi albatta. Görüşler mümkün obunachilarimiz. Bu anımızda Raysintir bozora getadom yolumuz. Lokasiya hamma tushundi degan umiddan birimiz ikisini boyinsani yo'li yangi televideniyamiz. Esa ichanlari bilan tushuntirib o'tsak, qo'ldan kelganchalik. Hurmatli obunachilar, kvartalni to'liq tushuntirib o'tsak, bismillahirrohmanirrohim deb ikkinchi qavatda joylashgan ekan. Hamma sharoitga ega. Xullas, odam yashamoq yangi dom, domofonlarga ega, liftına ega. Birimizdena rakana zona, benimde hol qismimiz. Sanozimiz mehmonxona, beni spani oshxonamiz yana. Dekoratsiya natiz o'tilgan ekan. Xullas, berimizning avtomatlarimiz, beda uyg'oqlarni choy ichib dam olib o'tiradi endi. Berimiz holimiz yana smart televizorlar joylashgan ekan. Dekoratsiyasi o'tilgan bellarimiz oyatli laminat topli pola ega. Hududimizda gaz servis suvlardan muammo bo'lishi mumkin. Gazga ega dom shuni aytib o'taylik. Podizlarimizdan 4 xonadondan iborat. Sanozlarimiz yana berimizda jabroq oynamiz. Ular sochiqlari bilan sushulkalari, vannamiz, kokofilma unitazlarimiz, aristollarimiz ega. Chiroyli 60 120lik kafellar urilgan ekan. Bana sensorlar chiqdi hozirgi trend. Aynanamızdan toplu pollara işlep tuttu obunachilar. Endi bu kısmımız mehmonxonamiz. Niye bishniz o'tilgan ekan mehmonxonamiz ham. Perdelerimiz ham boyaqsinan. Yine zalimiz sarı svet fon urilgan ekan. Gulchatir rozetkasi sifatli yaxshidan qo'yilgan obunachilar. Kandillar, galagellar, ledlarimiz ham yaxshidan qo'yilib o'tilgan. Endiki navbat bedamena prihoshkamizda oynamiz qo'yilgan, spaynimiz. Mana spaynimiz ham niya bishniz o'tilgan ekan bu yerda. Perdelar. Berimizda shkafimiz high-tech variantdagi yonboshlarda to'ng'ichchalar ham bor edi. Ina bo'lachilar. Ina spaynimiz. Berimizda nima led ajoyib bundan kandillar qo'yilgan. Oshxonamiz, koridor, bu yerda 4 odamlik stolimiz, oynamiz, jalyuzilarimiz, ventilyatsiya joylari ishlab turibdi ekan. Berimizda mo'ykamiz, Immer firmani 7 kilolik kir mashina, gaz plita Immer firmani, Vesta firmani vitechkasi. Parkovkasini ega bo'lsangiz, yine parkovkamiz. Bu tomonimiz domimiz Kamush Gamburg dom ekan. Shunda ikkinchi qavatda joylashgan narxi obunachilar $55,000. Agar lokasiyasi manzur bo'lsa, bemalol aloqa uchun nomer istaman 88 530 00 88 601 70 70 aloqa chiqarsa. Sog' bo'linglar, omon bo'ling. Keyingi videoda görüşguncha.